Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor bugun sizlarga Toshkentdan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'tamiz. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan Rigaga uni bagajligi 5.450.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 5.100.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:15 da, Rigaga borib qo'nadigan vaqti 12:00 da borib qo'nadi. Toshkentdan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4.300.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 4.100.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 8:35 da, Sankt-Peterburgga borib qo'nadigan vaqti 11:45 da borib qo'nadi. Toshkentdan Vladivostokka uni bagajligi 6.800.000 chiqadi, bez bagaji 6.300.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 7:00 da, Vladivostokka borib qo'nadigan vaqti 19:00 da borib qo'nadi. Toshkentdan Vunukoga uni bagajligi 3 million so'm chiqadi, bez bagaji 2.800.000 so'm chiqadi. Toshkentdan uchadigan vaqti ertalab 6:00 da, Vunukoga borib qo'nadigan vaqti 8:20 da borib qo'nadi. Akalar, sizlarga biletlar narxini tanishtirib o'tdim. Biletlarimiz arzonligidan yurib olinglar. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Masofamiz uzoq bo'lsa, akalar, onlayn ham aviabiletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlarini tashlasalaring, biz sizlarga biletlarni yozib, onlayn variantini Telegramlarga tashlab beramiz. O'shan bilan uchib ketaverasizlar. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar.